Nega 40 yoshdan so'ng inson ozolmaydi? Bu yoshda o'zi ozish jarayoni ovqatga bog'liq bo'lmaydi. Ya'ni gormonal fonga bog'liq bo'ladi. Ayollarda estrogen gormonining kamayishi natijasida metabolizm, yog'lar erish jarayoni susayadi. Natijada qorinning oldi devori, orqa taraflariga yog' zapasi yig'ilishni boshlaydi. Yana qo'shimchasiga suv yig'iladi. Yana qo'shimchasiga kortizol gormon stressi oshib ketib, insulin miqdori oshib ketib, kechqurungi ovqat yediradi va chaga sladkor shirinlikka tortishni boshlaydi. Erkaklarda ham xuddi shunaqa testosteronlar tushib ketadi, ayollik gormon oshib ketib, xuddi shunaqa insulin oshadi, kechqurun yana ovqat yediraveradi. Qanaqa yechim qilib bersa bo'ladi? Juda ham zo'r bitta yechim. Bozorlarda giyohchilarda, zirachilarda bor. Kerak bo'ladi. Ramashka kerak bo'ladi. 100 grammdan. Pustirnik, melisa, miyata olasiz. Hammasini aralashtirib qo'yib, bitta choy qoshiqni bitta stakanga solasizda, mana shu antistress choy bo'ladi. 200 ml qaynoq suv solib 20 minut damlaysiz va yotishdan oldin kechqurun ichsangiz nima bo'ladi? Organizmda kortizol miqdori tushadi, uyqu yaxshilanadi, insulin tushadi va shirinlikka bo'lgan chagi kamayadi va o'zingizlarni tana vazninglarni o'zingizlar kontrol qila olasiz. Albatta, like bosib tarqatib qo'ying, esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.